Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi kunimiz 2-may yakshanba. Mana bugun simentalimizni tuyoqlarni chaqlash jarayonini sizlarga video qilib o'tamiz. Mana hozirgi holatlari. Bunaqlari o'sgan. Mana tuyoq stanogimiz. Mana tuyoq chaqlash jarayonimizni boshladik. Mana tuyog'imiz mana shunaqa chaqlanadi. Hozir hammasini xuddi shunday qilib chaqlab qo'yamiz. Mana bu tomondagi oyog'ini ham chaqlashni boshladik. Mana tuyoq chaqlash jarayonlarimizni boshladik. Bolamiz tuyog'ini chaqlab bo'ldik. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz bor. Tuyoqlarni O'zbekiston bo'ylab chaqlab beramiz. Mana endi orqa oyoqlarni chaqlash jarayonini boshladik. Mana molimizni orqa oyoqlarini ham chaqlab tekizlab bo'ldik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni so'raymiz. Chiroyli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz.